yo'ldoshni bitta kanikulardan yechib olyapmiz. Bunday holatlar bo'lganda be'tibor bo'lmaydi. Yo'ldosh ko'chmay qolsa 8 soat ichida ko'chish kerak. 8 soat oralig'ida ko'chmadimi, darrov doktorni chaqirib, ichini tozalashdi, kerakli preparatlarni qo'llashdi, boshlash kerak. Agar vaqtida bunday yordamlar ko'rsatilmasa, hayvonni nasl berish nimasi buziladi. Ya'ni endometriy rivojlanadi. Buni yo'l bachadon yo'llari bekilib bo'lgandan keyin buni davolash nimasi juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun tug'ilgandan keyin bola tug'ilgandan keyin sirazi yo'lda tushmadimi, o'zi ichkarida bakteriyalar rivojlanib, hayvonni sekin-sekin ichkarida yallig'lanishni boshlaydi. Sekin yo'llari, bachadon bo'yni. Shuning uchun vaqtida buni davo choralarini ko'rib qo'yilsa, juda yaxshi bo'ladi. O'ziga ham, molga ham darrov keyin bachadon o'zini o'zi tayyor qilib, darrov yana qotishni boshlaydi. Qo'rg'ash quvvatlari mana moli tuqqandan keyin mana bunaqangi sirlarini yuvib tozalab qo'yishni tavsiya qilaman. Ko'pchilik ma'lum qildi, bir hafta bo'lmasa masjid bo'lib qoldi deydi. Mana sabablari mana shu bittasi bo'ladi. Masjid bo'lishining sabablari. Sababi bu infeksiyalik soni bo'ladi. Hozir qish kuni bo'lganligi uchun inson bilan yozgi kuni bo'lsa bu yerga qachqalar olib chiqsa, uji bo'lib joylashadi. Ana o'shanda bolxona. Yuzdagi infeksiyalar mana uzun orqali boshqa bo'lib, yotgan joyiga to'kilib yig'indi uchlariga birikish oqibatida masjid kasalligi keltirib chiqaradi. Shunday qilib tozalab qo'ysangiz, ertaga molni o'zi ham sog'lom bo'ladi, masjid kasalligi keltirishi kerak. Kecha molimiz tuqqan, yo'ldosh tushmay qolgan. Bola vaqtli tug'ilgani hisobiga yo'ldoshi ko'chmay qolgan. Endi mana bugun xudo xolasa shuni ichlarini tozalab, endometrik kasalligi rivojlanib qolmasligi uchun, kelajakda yana qayta naslga yaroqli bo'lishi uchun bugun sizlarga mana shuni tavsiya qilaman. Hozir bizga kerak bo'ladi. Sefmetrik preparati. Buni bachadonni tozalab bo'lganimizdan keyin ichkariga jo'natib qo'yamiz. Keyin antibiotik